Vay bile. Ana. City majmuasida ustki kiyimini yechib yurgan erkak jamoatchilikning e'tirozlariga sabab bo'ldi. Ana ashaddiy jinoyatchini ushlabsizlar. Gap yo'q. Bitta bloger futbolkasini yechibdi Magic Cityda. Shuncha gap kommentarlarini o'qisang agar, dayus buni bittasi bunday qilaman, bittasi bunday qilaman, bittasi вообще round deb urishga chaqirganda, shunaqalardan birontasi bo'lmaganmi? O'sha Magic Cityda o'sha bola futbolkasini yechganda, bilas futbolkangniki menga yoqmayapti deyishga yoki yuzma-yuz turganda do'qcha yetmaganmi? Bu bola futbolkasini yechibdi Magic Cityda, yaqinda havo isiyapti, plyajga borib burguni ham yechadi. Unda nima bo'ladi? Toshbo'ron qilish kerak bunda. Men hayron, nimaga buncha reaksiya, nimaga buncha odamlar g'azablangan o'shandan? O'sha bolani o'rnida biron qanaqa 60 kilolik qiltiriq yoki biron qanaqa mesh qorin bo'lsa agar ham shunaqa reaksiya bo'lardimi? Nima deb o'ylaysizlar? Men bu savolning javobini bilaman. Aniq. Agar siz ham bilsangiz, izohda qoldiring. Javobini esa keyingi videoda aytaman.